Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana 3 ta lyustramizni olib keldik. Xizmat bilan olib keldim, mana shu yerda tushirdik mana endi. Buni bu yechib bo'shatib, bu yerga darvozaxonaga qo'yamiz. Bu Shamsobod qishlog'iga keldi. Mana chekkalarni hovuzlarini uryapmiz. Bu tomoni qolgan kamgina davom ettirib xudo xolasa. Bu yerga ikkita, narigi tarafiga bitta qo'yiladi. Uzunligi 2.60, eniga 1.30 bo'lgan avvalgi kosmosimiz. Bu yerda lampochkalari bor. Bu yerdan svetlari yonadi, svet muzgilari o'rtasida ham yonadi. Xudosi kimga mana shunaqangi kosmoslar kerak bo'lsa, ekraningizga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Shu telefon nomerlari orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Buni dumaloq shakldagi bor, kurugli, havalni shakldagisi bor. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, tayyorlab beramiz.